Assalomu alaykum Dilshod Moto'ni aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar. Mana bu Dilshod Moto do'konimizga yangi skuterlarimizga hozir bitta obzor qilib tushuntirib o'tamiz. Xo'sh, xizmatimiz yoqsa like va podpiskani ayamaysizlar. Qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana Skymax firmasidan X6 skuterlarimiz bor. Xo'sh, yangi pozitsiyalardan keldi. Xo'sh, hozir bitta ko'rsatib o'tamiz. Chiplik, bunda ham chip bor. Chipli qildirganmiz mana. Chipda yonib o'chadi bu. Xo'sh. Pulti ham bor mana. Pultda ham yonadi. Kaliti ham yonadi. 3 xil narsada yonadi. Xo'sh, kolonka, impiter kolonkalari bor. Akkumulyatori 5 dona 20 amperlik. Xo'sh, Miya motori 800 bo'ladi. Bitta zaryadka bilan 40-50 kilometrgacha yurib beradi bemalol. Xo'sh, hozircha 4 xil rangi bor. Mana bu qora rangi. Qora rangini ko'pchilik so'rayotgani uchun qora rangidan ko'proq olib keldik. Yuklarimiz kelgan. Keyin mana bunaqa ranglari bor mana. Yashil bilan maloshni aralashgan. Keyin mana bunaqa ko'k bilan maloshni aralashgani bor va orqadagi 2 ballonlik skuterlarimiz bor mana. Buni oldingi obzorlarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Benzinliklari ham bor, uni benzinligi ham bor. Xudo xolasa yana bayklarimiz kelyapti. Bayklarni ham qo'yamiz. Bayklarga ham talab bo'layotgani uchun bayk ham olib kelamiz, xudo xolasa. Xo'sh, mana bu kichkina variantlari tugab qoldi. Endi xudo xolasa buni ham olib kelyapmiz. Kichkina variantlardan va skuterni Ina markasi keldi. Hozir ko'rsatib o'taman. Va shu zo'r narsa kelgan. Mana dvorniga qaranglar, dvorniga necha двойной olib borib keladi va suv ham sepadi mana. Suv sepadigani bor, yana ko'rishingiz mumkin. Suv ham sepadi. Bachokchasi ichkaridan ochiladi. Eshikni qaranglar. Damas'dan fortishkasi o'xshagan fortishkasi ham bor mana. Eshik ochiladi. Bemalol oldinga ham 2 kishi o'tirsa bo'ladi, orqaga ham 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Elektromobil desa bo'ladi, buni bemalol elektromobilda bo'ladi. Va shu zo'r narsa ekan. O'zim mazza qildim to'g'risi. Mana bu suv solasiz mana bu yerdan dvornikka. Sal oldira olaylik. Ko'rsatib o'tamiz. Va orqasi mana. Ko'rishingiz mumkin. Orqasida ham fortishkasi bor mana. Ochib qo'yasizlar, fortishkadan shamol kirib turadi. Xo'sh. Mana bu yerda bagajlarigacha bor, даже. Orqa bagaji ham bor. Bemalol masalan qo'ysangizlar bo'ladi. Mana buni xohlasangizlar yozda olib qo'ysangizlar ham bo'ladi mana. Olib qo'yadigan joyi bor. Mana. Mana palis mana, ko'ryapsizlar? Palisdan yechasizlar mana. Shuna tepaga chiqadi. Yozda bemalol eshigini olib qo'yib ishlasangizlar bo'ladi. AQShda bemalol eshigini, lekin buni eshigi ham bunaqa qilingan ekan. Xuddi chet el eshiklariga o'xshab, mashinalarning eshigi bor-ku, shunga o'xshab mana. Xo'sh, konkret narsa ekan, lekin zo'r narsa ekan. Ventilyatorlari bor. Bunda ham mana chip bor, chipda yonadi. Qayerga qo'yilgan ekan bu? Birinchi keldi, hali bu narsa yangilik bizga. Nefis degan joy bor ekan mana. Ekranni ko'rasan. Zarniga kamerasi ham bor joyda. Ventilyatorlari bor, ana bemalol shamol beradi, o yaxtakkina mazza qilib o'tirasiz. Xo'sh. Tuman gazi ham bor ekan hattoki. Вообще Ina markaga bu. Darnini qaranglar. Tuman gazi ham bor ekan, mana qaranglar. Signal tumanga. Skorost ham ko'rsatib turar ekan. Birinchi skorost, ikkinchi skorost, uchinchi skorost.
Xo'sh, buni akkumulyatori 6 dona 32 amperlik. Parkovkasi ham bor ekan. NFC joy berilgan. Buni bossa o'chaydi mana. Mana bu dvornikniki mana. Hoppa. Qaranglar, buni tepaga bossa, mana tepaga bossa dvornik ishlar ekan, mana ko'ryapsizmi? Xuddi Kamazdan dvornikida bu. O'rtaga tushirsa o'chadi va pastga bossa, mana suv separ ekan. Suv separ ekan. Va shu gap yo'q. Maza qildim, lekin to'g'risini aytaman, shu zo'rna ekan bu. Yosh katta otaxonlarga, onaxonlarga zo'rda bu. Yo'qqa mehmondorchilikka borib kelishga. Ana endi tumankasini yoqib beramiz, yoqamiz. Parasi yoqilgan. Bu qavurgan ovoz boshqacha. Oldi torbilar GTX tormiz. Mana. Tumankasi ham yonarkan, qoyili. Shikayt qildim lekin. Kayf qildim lekin mash. Orqalari ham xuddi lini stopiga o'xshaydigan. Mana bu yerda ham bagachi bor ekan mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana shu zo'r narsa ekan lekin. O'zimiz ham ishtirokga tushmaylik, ballar ko'paymasin deb boshini haydaman. Shu narsani haydasak ham bo'ladi deymanda. Shu narsa bular 60 tagacha yura beradi, 50 ta 60 ta yuraydi. Bemalol zo'rda uydan ishga borib kelsa bo'ldi-da bizga. Uydan ishga borib kelsa bo'ldi. Boshqa nima kerak bizga? O'zim ham bitta olib minsammi deyapman. Zo'r narsa ekanligi. Sizga maslahat beraman, lekin men dvornikiga gap qilgan joyim bunaqalar. O'chirsa yana o'z joyiga qaytadi. Suv sepadi. Lekin ventilyator ham zo'r ekan. Mazza qilib ketadigan joydan ekan. Xo'sh, xuddi shunaqa texnikamiz bu. Bundan o'zi ko'p kelmagan, cheklangan holatda kelgan, bir 20 tam kelgan hozircha. Oldi ko'rinishlari ham elektromobilda qilingan. Keyin mana bu yangi modelimiz keldi. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ham mana suv sepadi, mana. Suv sepadi. Mana bunaqa bachokchasi bor mana bu yerda. Suv solasizlar, yonsa o'zi oyna uchun ishlatiladigan suvlar bor, shundan solasizlar. Mana oldilari ham zo'rana ekan mana. Bu endi buning komplektida unaqasi bor, tenti bor. Tenti bor. The Bluetooth device is ready to pair. Bon Voyage'mi? Bon Voyage'mi? Bir bala. Uning nomlari ham qiziq bo'ladi. Xitoylarni. Qaranglar, shu zo'r ekan lekin bu ham. Buni suv sepadigan joyini qaysan mana. Suv sepadi, artadi. Yana joyiga qaytib keladi. Gap yo'q. Xitoy nomeradan bo'lyapti, lekin bularda yana panejni повышенияsi ham bor. Bunda ham bor edi. Bu mana bu shuni ochiq varianti bu. Bunda ham orqasida furtichkasi bor. Keyin materiallari ham zo'r ekan, koja, chist koja qilgan ekan. Mana tanaqasini yoqalikda. Bunda ham The Bluetooth device is ready to ekranda pair. zarda kamerasi. To'g'ri ekranda ekan bunda.
Javob jurnasiga. Signal. Fara. U. Farani yorishini ko'ryapsizmi? Mana baland. Kechqurun va shu yorug' bo'ladi. Ham farasida palasasi ham bor ekan. Ko'zga tushmas ekan. Stoplar boshqacha qilingan xuddi mana. Chiroyli taxlaganda. Chiroyli taxlabdi. Xo'sh. Mana shu elektromobilimiz. Ko'rasizmi? Buni sal oddiyroq varianti bu. Bu ham zo'r, komfort zo'r buni. Buni hozir ko'p sotyapmiz. Ana orqasi skameykasi regrovka bo'ladi. Orqa oldin bo'ladi, yoki bemalol qilsa bo'ladi. Bu undan undan sal oddiyroq varianti bu. Bunda ham shu tenti bor. Komplekt. Tent hammasiga bor, komplekt. Biroz bu sal oddiy varianti, undagi qulayliklar bunda yo'q. Shuning uchun narxi unaqa bo'lib keladi. Bu mana bu skuterlarni tomligi. Bunda ham tenti bor. O'zi birdan qo'ygan ekan bu sotuvimizda. Xo'sh, narxnoma bo'yicha bemalol telefon qilasizlar. Modelni aytaman, aytib o'tib ketaman. Modelni telefon qilib so'rasizlar. Mana bu X6 ayvonchalik bu, ya'ni tomlik X6. Bu X12 mi dedi shunaqa edi bu. Adashmasam X12, mana bu X11, mana bu X13, bu 14. X14 shunaqa modellari bor-da bularni. Telefon qilib bemalol so'rashingiz mumkin, narx-navolar bo'yicha. Yana qiziqtirgan savollar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Xo'sh. Bu skuterlarimizga obzor qilib berib o'tganmiz. Narxlar arzonlashgan bularni. Ancha arzonlashgan, bularning ham narxi arzonlashgan. Bular X6 deydi. Skuter tricycle-da, bular tricycle deydi, X6 tricycle. Bular ham xuddi shunaqa tricycle, lekin mana bu elektromobil уже, ana eshik qo'ygan, как положено elektromobilda bu. Hozir kelgan yangi tovarlarimiz shu. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tanjalar sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon qaytib kelishlar nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.